Mening ma koni bozorimga sodiga chaqirma do'stlar. Nurg'un fansilarim deb ketdi. Mega Pika mashina bormi? Membo mashina bormi? Jimbe bormi? Kichik yuk mashinasi bormi deb. Ham bizningki hozirgi bozorimizda asosan oila mashinasi bo'lish sababli anda mashinani ichiramidoq. Hamda mashinachilar chiqishamidoq. Ham uning ustiga ma Qashqar shahriningki hozir mashina ilm setim o'rinlardimi? Mana shuningga o'xshash masalan Volan deymiz, 7 kishilik mendaq kichik yuk mashinalari deymiz. Jimbe, Pika deymiz. Shunday mashinalar bek tarqaqiyaga o'rlashtirilgancha 4-5 mashinachilarimiz degan bo'ldi. Ma'atlijon, koni bozoringizda shundoq mashina sotiga o'rin qilsak deb. To'g'ri topdim do'stlar. Mening ham ma bozorimga 500 dan 600 gacha avtomobil patida endi mush bozorni maxsus shu dehqon qarindoshlar ko'proq ishlaydi deb o'ylayman shunday mashinalarni pishaq tijoratchilar mush bozorimni hamda Jimbe mashina sotadigan anininkin Pika sotadigan uninkin kichik tipga to'chalik yuk mashina sotadigan anininkin masalan Volan deymiz degandek menda 7 kishilik o'pa malvas qiladigan mana shunday pul topish mashinalarini sotadigan bir bozor qilmoqchi do'stlar. Siz to'g'ri aytdimmi bunda bozor qilsam? Shuningga mana jamiyatda nurg'un do'stlarning ehtiyoji bor ekan. Buni ham 4-5 mashinachilar izlagan bo'ldi. Bu men intayin yaxshi bizning o'rin burun koni bozorimizning o'rnini intayin yaxshi topmoq oson. Agarchanda shu kasb bilan shug'ullangan mana shundayroq mashinani sizlar birlash hamkorlashmish bozorni bozor qilib bir birlik sotiladi desangiz, kelasiz o'rni deyishimiz, chiroyli mashinangizni tizsangiz, anidan keyin tashviqot o'bishlar o'pasa bo'lsa, mana men qilib berma to'rda. To'rda tashviqotimiz intayin yaxshi bo'lib menyapti. Birlikda hamkorlashib, texnik yaxshi qilib ketalaymiz. Nima degan bilan bizningki boshqa o'tayga o'rnimiz shu buni tashkil etishga bo'lmaydi. Shunga ham shundaroq mashina sotdim degan do'stlar olib qolsa, bizlar aloqalasanglar bo'ldi. Pat yaqinda mishaga shu tipdagi mashinalarni akirib zo'r keng ko'lamda tashviq qilib, dehqon do'stlarning kimda mashinaga ehtiyoji bo'lib qolsa, mush bozorni shunday kichik tipdagi yuk mashinasi bozori qilmoqchi. Do'stlar ko'proq qo'llab berishinglarni umid qilaman. Shunday mashinalarni sotadigan mashina do'stlarningki bizning sepimizga qatnashishini qizg'in qarshi olaman. Undaq bo'lsa, mush filmni yo'llagandan keyin shu undaq mashina sotadigan do'stlar olib qolsa, bizningki yangi o'rnimiz berib bizlar aloqalasanglar bo'ladi, do'stlar. Yoki bizga ayrim uchur qilsanglar, aloqa numarimizni yo'llab beramiz. O'zaro kelishib qolamiz, chiqishib ketamiz. Xayr xo'sh.